Rishton sentridan kelishinglarda Xalq bankidan o'tib, tekstilga qayriladigan svetofor bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like bosib turing. Sizlarga foydali ma'lumot aytaman. Yaqinda bir ikkita hoji akalar bilan gaplashganimda, ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Nima qiyinchilik bo'ldi desam, shu yo'l bilan muammo qiyinchiliklar bo'ldi. Endi boshqa turlarni yomonlamoqchi emasman. Ota-onangizni qiynalishlarni xohlamasangiz, Yuksak Travel Rishtonga yangi filial ochgan. Shu filialga kelib, mana bu nomerlarga telefon qilsangiz, ma'lumotlar yetishadi. Ishonchli turlardan biri. Ota-onalaring maza qilib borib kelishini, ziyoratlar 100% a'lo darajada bo'lishini xohlasanglar, ishonchli turlardan biri sizlarga tavsiya qilaman. Hozir sizlarga yana bir ikkita ma'lumotlar bor, uni aytib o'tamiz. Qaranglar, Yuksak Travel hozirgi kunda vodiyda yagona bo'lib turibdi litsenzionni tur firmasi. Bu yerga kelasizlar, mana bu ko'rib turganinglar ehromlar, ryukzak, kamzullar, yana 5-6 ta sizlarga qo'shib beriladigan bonuslar bor, uni aytishadi. Boya aytganda nomerlarga telefon qilsanglar. Bilasizlarmi, yana menga eng yoqqan tarafi bitta ko'proq rishtonliklar bo'lar ekan. O'zingizlarni, qo'ni-qo'shninglar, mahalladoshlar, qishloqdoshinglar bilan bemalol maza qilib ibodatlar qilasizlar. Eng qulay tarafi, mana shu ofis yoniga ketadigan kunlarini sizlar bilan gaplashib, hammani shu joyda jamlab, o'zlari aeroportgacha olib borib qo'yishar ekan. Zo'ra, kelishinglarda yana sizlarga bonus sifatida zamzam suvlarini ham berib yuborishar ekan. Mana shu yaqin kunlarda reys bor ekan. 11, 15, 18 noyabr kunlari Farg'ona Jidda aeroportiga to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor ekan. Men sizga maslahatim, ulgurib qoling. Yuksak Travel #1. Sog' bo'ling.